What's up? Hammaga salom bo'llar. Sizlar bilan Ra'no Abdulaziz. Bugun qishloq bilan kelishib olganmiz. Qishloqlar bilan kechqurun biriga o'tirib, gaplashib o'tiramiz. Tak. Avvalgi yangi qishloqqa keldim. Bugun turishlar. Bu bakalda qayerda chor ekan. Mash tarafda orqasiga. Tak ko'rinmaydi. Magazinimga telefonlarni olib kelib qo'yman. Tak. Sen temir shahar harom ekansan-da. Agar ochiq bo'lsa ham men yigitlarga aytib qo'yganman, agar magat bo'lsa men bo'laman. Agar ochiq bo'lmasa men bo'laman. Tak, obunachilar. Tuman tezda tushsa-da qishloqlar bilan birga hammamiz o'tirdik. Qishloqqa bugun birga o'tiramiz. Ha, bilaman. Qishloqqa bugun birga o'tiramiz. Ha, bilaman. Bilaman, to'g'ri. Qo'lim qaniydi bilganda. Qo'lim bizni shu paytgacha balolardan qutqarib kelgan. Tak. Telefonni olamiz bo'ldi. Kechqurun tushyapti. Obunachilar. Bo'lmasa qishloqlar telefon qilib turaman, akalar. Pauza. Voy, tak. Kechqurun bu qoldi qishloqlar kelganda. Bu qishloqlar kelibdi. Tak. Kim birinchi hikoyalar aytishni boshlaydi? Men. Senmi? Men. O'zi qishloqda 7 ta qishloq bor, 2 ta qishloq chiqmadi. Sen nechinchi qishloqsan? Men 6-chi qishloq bor. Aytchi Purbatda bitta bu kerak ekan, Stiv urganda Alex chiqib qoldi. Ular baxtli hayot kechiribdi va oxiri robotdagi mavjudot bo'lib, ular Stiv bilan rosa Stivni oynaga qarash kerak bo'lgan ekan. Stiv oynaga qaraganda ular bu Stiv keyin shunchalik kuchayib ketib, Herobrine ham yutib, o'zi Herobrine'ga aylanibdi. Hikoya normal. Bo'lmasam men hozir mayli ularga 10 ming deb pulimiz ko'p. Qishloqlar kelinglar mayli. Shu kungacha birga yotdi turdilarik. Qishloq. Kerak narsa-da.
Yo'q, bo'ldi. Xijolat mana. Masra lekin. Bo'ldi. Yolmanglar. 10 mingga ko'zi. Sizlar shunday yaxshi. 100 minglarga sizlar. Hozir pulimizni olamiz. Tak. Ular pul. Biz okalar pulimizni pauza hamma. Kaç olayik ozgina. Obunachilar, men ketdim qishloqdan daraxt ko'lashga. Lekin daraxt ko'lay desam bittamizdan qolib ketibdi. Obunachilar, afsuski qishloq adashib qolganman. Shuncha pullar, hujjatim, telefonim, boltamni oldim. Mana uni kavla olishim kerak edi. Shuning uchun qishloq kerak. Mana siz topolmayapman ukalar. Bu final qismmi? Final qism bo'lmashi uchun men topishim kerak, lekin topolmayapman. Bu qishloq. Men o'sha yerdaman. O'sha qishloq o'zimniki bo'yda men topolmayapman qishlog'imni. Eng qizig'ini aytaymi? Rostdan akalar, rostdan topolmayapman men. Rostdan qishloq topolmayapman. Topolmadim, bu qishloq emas. U qishloqda manaqa ana temirchining uyi yo'q edi. Yana bitta temirchining uyi. Bormadi, men ko'rmadim. Qani meni uyim? Obunachilar qishloqni yo'qotib qo'ydi meni. Kechirasizlar, bu final qism bo'ldi. Asab buzilyapti aka. Shuncha pulga qo'ydim. Bo'ldi, qo'lim ham boshqa qildim. Shuncha pul onalarni